Xushxabar, dollar yana ko'tarildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 8-yanvarda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar 64,69 so'mga ko'tarilib, 12,33,28 so'm bo'ldi. Yevro 40,88 so'mga oshib, 14,60,89 so'm bo'ldi. Rubl 1,56 so'mga ko'tarilib, 149,30 so'mni tashkil etdi. 2025-yilni pasayish bilan yakunlangan dollar kursi 2026-yil 6-yanvarda yana 52,17 so'mga pastlab 12,000 so'mga tushgandi. 7-yanvar kuni 16,035 so'mga ko'tarilib 11,968,59 so'm bo'lganligi aytiladi xabarda.